O'tirasiz. Xudo xohlasa 6-protsedura bo'lsa, ancha-muncha yutishi bilasiz-a? Qani boshlaymiz. Yeming. Assalomu alaykum azizlar. Demak, hozir biz o'tkazayotgan muolajamiz duodenal zondlash muolajasi, ya'ni o't yo'llari. Bu jigar ichi o't yo'llari, o't qopi hamda umumiy o't yo'lini oddiy tilda aytganda yuvish muolajasi. Hozir biz bularga zond tutish jarayonini o'tkazdik. Endi sekin-astalik bilan muolajani bosqichlarini amalga oshiramiz. Hozir bir o'qichish reaksiyasi og'irroqda kuzatildi bemorda. Shuning uchun 2-3 daqiqa bemorga dam beramiz. Chunki boyagi pilarik sfinkter deymiz. 12 barmoq ichakka o'tish qismida qopqoq bor. Ana o'sha qopqoq bemor o'qish natijasida ochilib, yopilib qoladi. Ya'ni ochilib yopilish reaksiyasi juda tez, ketma-ket bo'ladi va bu biz birdaniga hamma o'lchangan razmerni kiritadigan bo'lsak, oshqozonda buklanib qolishi mumkin. Bizga 12 barmoq ichakni tushuvchi qismda turishimiz kerak bo'lganligi uchun 12 barmoq ichakka o'tish kerak. Ana o'sha jarayon 12 barmoq ichakka o'tish uchun esa bemor ozgina dam oldiriladi va boyagi pilarik sfinkter to'liq ochilishini